Assalomu alaykum. Bilishingiz muhim ruknimizda keladigan savollarning orasida eng ko'p beriladigan savol ajratib olindi va bu xususiy mulkni elektron auksion orqali sotish mumkinmi mazmunida bo'ldi. Demak, mutaxassisdan javobni olamiz. 2023-yil 16-oktyabrda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori bilan xususiy mulkdorlar buyurtmasi asosida ularning mulklarini soddalashtirilgan tartib va muddatlarda e-auksion elektron savdo do'koni orqali sotish va ijaraga berish bo'yicha savdolar o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Xususiy mulkdorlar buyurtmasiga asosan ularning mulklari e-auksion elektron savdo do'konida quyidagi usullarda sotiladi. Narxni oshirib borish tamoyili asosida e'lon qilingan narxda sotish orqali narxni oshirib borish usuli savdolar kamida 2 ta ishtirokchi bo'lganda o'tkaziladi. Boshlang'ich narx buyurtmachining buyurtmasiga asosan belgilanadi. Savdolar quyidagi hollarda o'tkazilmagan deb topiladi. Savdolarda qatnashish uchun birorta ham talabgordan ariza kelib tushmagan bo'lsa, savdolar kuni ishtirokchilar tomonidan birorta ham taklif tasdiqlanmasa, to'lovlar o'z vaqtida to'lanmagan bo'lsa, e'lon qilingan narx bo'yicha sotishda e'lon buyurtmachining ixtiyoriga ko'ra belgilangan muddat yoki sotilgungacha elektron do'konga joylashtiriladi.